Xo'p, qaysi javobda 3-savolni o'qiyapmiz. Qaysi javobda so'zning leksik tahlili xato ko'rsatilgan deyapti. Demak, xato ko'rsatilgan, e'tibor beringlar. Xatoni so'rayapti. Bunda o'rtadagi so'zga, ya'ni mana bu so'zga e'tibor qaratamiz. Merov sinonimini ko'ramiz. Sinonimi anoyi, antonimini ko'ramiz. Ziyrak. Bu yerda merovni sinonimi anoyi, antonimi ziyrak bo'la oladi. Demak, bu to'g'ri. Mozi, tarix, kechmish deyishimiz mumkin. Demak, kechmish to'g'ri. Endi istiqbol kelajak ma'nosida kelyapti. Istiqbol ham, ya'ni antonim ham bo'la oladi. Keyingi tig'iz. Tig'iz so'zini sinonimi ziq bo'la oladi, lekin bo'sh bo'la olmaydi-da. Bo'shga zid bo'la olmaydi. Bo'shni zidi band bo'la oladi. Men bo'shman, men bandman bo'la oladi. Shuning uchun antonimi xato bo'lganligi uchun javob to'g'ri bo'ladi. Endi dani ko'rib qo'yamiz. Faryod. Xo'p, faryodni sinonimi zor bo'la oladi. Zor, faryod. Endi uni antonimi qahqaha. Faryod, qahqaha. Qanaqasiga deyishingiz mumkin. Buni aynan antonim va sinonimlar lug'atidan misol qilib olganmiz.